To'yingizga yaqin, lekin spalnik qidiryapsiz, ko'ryapsiz, yoqmayapti. Unda shu videoni bitta ko'ring, Luna modelimizni ko'rsatib o'taman. Trimolarga ahamiyat berasizlar. Dumaloq oynalari bilan, chiroqlari bilan ishlangan. Chiroqlari ham sensorli bo'ladi, yonib o'chadi. Bu tomonda shkafi ham bahaybat qilib, chiroyli qilib ishlangan. O'rtalari oynakli, ichlari esa polkali bo'ladi. Ikkita tomoni vishilka, kelin va kuyovlar uchun. Ruchkalariga ahamiyat bermaysiz buni. Ruchkalari ham o'ta chiroyli, o'zini materialdan bo'ladi. Dauchik mexanizmlarda bo'ladi. Bu tomonda divonni bosh tomonlari bahaybat qilib ishlangan. Chiroqlari yonib o'chadi. 3 xil rasvetkada yonib o'chadi. Plus tumbuchkalari. Va oyoq tomonda sof sandiqlari ham qo'shib beriladi, matraslari ham bor. Shu komplektimiz narxini kommentariyga yozib qo'yamiz, o'tib ko'rib, yoqsa zakaz qilishingiz mumkin. Bu videoni yaqinda uylanmoqchi bo'lib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Rahmat.